Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Yaqinlaringizni mamnun qilish uchun albatta bir sabab bo'lishi shart emas. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Hilolaxon opa, salomatmisiz? Rahmat. Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Ismim Madina. Bugun Rahmat. salomat bo'ling. Bugun 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami hamda muborak Ramazon oyi munosabati bilan yaqinlaringizdan, qarindoshlaringizdan va barcha yaqinlaringiz nomidan ukangiz Shohruxbek aka va ayollari siz uchun chiroyli tilxorlarni yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Ruxsat bersangiz o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Avvalambor assalomu alaykum Hilolaxon opajonimiz. Sizni muborak Ramazon sharif oyi hamda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoq, rizqingizni ulug', martabangizni bundan-da baland qilsin. Doimo yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Nimaiki yaxshi niyatlar, yaxshi orzular qilgan bo'lsangiz, barchasiga yetib yuring. Inshaalloh Allohim baytlariga chaqirsin, hojonalar bo'lib yuring. Qo'shaloq bayram Ramazon sharif oyi ham muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Ushbu oyda Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu maqsadlaringizni amalga oshirib duolaringiz ijobatini ko'rsatsin. Qalbingizga mehr, muruvvat chirog'ini yoqsin. Tutayotgan ro'zalaringiz va bajarayotgan savobli amallaringizni Allohim dargohida qabul aylasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Ibosi yuziga taratgan chiroy. So'zlari ma'noli, o'zi yoqimtoy, qalblari iymon va mehrlarga boy. Sizga tilagim bor bugun bir jahon, bayramingiz muborak bo'lsin opajon. Opajon doimo bo'ling salomat. Allohdan tilayman umr boqiy baxt. Omaddan yarasin siz o'tirgan taxt. Yuzingizdan quvonch taralsin har on. Bayramingiz muborak bo'lsin opajon. Doimo quvonchdan jilmayib yuring. Baxt va omad ila yuzlarga kiring. Ilohim dunyolar turguncha turing. Sirdoshim azizim sizsiz jonajon, bayramingiz muborak bo'lsin opajon. Yana bir bora qo'shaloq bayramlaringiz 8-mart xotin-qizlar bayrami hamda muborak ro'za-yu Ramazon oyi ham muborak bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz, sog' salomat bo'ling deya ukajoningiz Shohruxbek akamiz va ayollari o'z tabriklarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga dilizxorlaringiz bo'lsa, yo'llab olish imkoniyatingiz bor, marhamat. Rahmat, ilohim birga doim baxtli bo'lishsin. Meni eslagan ekan, Allohim ularga ham yaxshi kunlarni nasib qilsin. Ilohim. Tilaklarim baxtimizga doim sog'-omon bo'lib yurishsin. Inshaalloh. Aytganingiz kelsin opajonim, xursandchiligingizga sherik bo'lganimizdan benihoyat xursandmiz. Sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Qimmatli vaqtingizni ayamang. Biz bilan chiroyli suhbatlar o'tkazganingiz uchun alohida rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Yana bayramingiz bilan. Rahmat, yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.